بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا ببر الوالدين ونهانا عن عقوقها، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم جماعة المسلمين. Albatta har bir narsani chegarasi borligi sabab ota-onaga ham itoat qilishda o'z chegarasi bor, o'z haddi bor. Muaviya ibn Ar-Rayondan rivoyat qilinadi. U bir kishining savol so'raganini eshitdi. U kishining onasi va xotini bor. Onasi xotinini taloq qilishidan boshqa ishga rozi emas ekan. Shunda u onasi haqida Allohga taqvo qilsin va unga silay rahim qilaversin dedi. Xotinini qo'yib yuboradimi dedi. Yo'q dedi ato. Shunda haligi odam onasi shundan boshqaga rozi bo'lmayapti dedi. Uni Alloh rozi qilmasin. Xotini qo'lida, taloq qilsa ham tanglik yo'q, tutib qolsa ham tanglik yo'q dedi. Ota-ona Allohning g'azabini keltiradigan narsani buyursa qilmaslik kerak. Jamiyatda juda ham ko'p hozir kelyapti oilalar, onam xotiningni taloq qilmasang noroziman deyapti. Shular bilib qo'yish kerak, taloq Alloh taoloni g'azabini keltiradigan amallardan. Agar taloq tushsa, Rahmonning arshi larzaga keladi. Shuning uchun bu rivoyatda ona bolasidan xotinini taloq qilishni qattiq talab qilsa ham ruxsat yo'qligiga dalildir. Allohning amriga, dinning ta'limotiga qaralsa, ota-onaning haqqi juda ulug'. Bu haqiqatni har bir musulmon kim bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi biladi. Shu bilan birga ota-onaning haqqini qo'ldan kelganicha ado qilishga harakat qiladi. Ammo dunyodagi barcha maxluqotlarga oid narsalarning chegarasi bo'lgani kabi ota-ona haqqining ham chegarasi bor. Allohning amriga zid bo'lgan bandaning xohishi rad etiladi. Xoliqqa ma'siyat bo'ladigan narsada maxluqqa itoat qilinmaydi. Xuddi shu ma'noda qizini majburlab ajratib olishga urinadigan ota-onalar haqida ham mana shu gap. Qizi turmushga uzatilgan, eri bilan yashashni ixtiyor etyapti, xohlayapti, lekin otasi yoki onasi ajratib olishni payda. Bu ham gunoh amal. Qiz xohlasa yashayversin.